Ro'mollarga bir to'xtalib o'taman. Ro'mollarga ahamiyat beramiz qizlar, qaranglar, mana bunaqa ro'mollarimizni mana naqshiga ahamiyat beringlar. Drama psixotipida kiyinadigan qizlarimiz, hammalar ko'zga tashlanishni yaxshi ko'radigan qizlar va ularga mana bunaqa yarki rangli ro'mollar yoqadi. Misol uchun, masalan, men obrazimga ham mana temno-sinilari borligi uchun qizil bilan bemalol aralash qilib o'rashim mumkin. Har bir qizimizda bo'lishi shart bo'lgan yana bitta ro'mol bor. Bu mana bunaqa oq-qora ro'mol. Oq-qora ro'mollar har doim kerak bo'ladi. Oddiy qora ro'molga ham qanaqa ro'mol o'rashni bilmay o'tiramiz. Har qanaqa ranglarga oq-qora mos keladi. Oq-qora rang tanlamaydi. Hamma narsaga mos keladi. Shuning uchun qo'rqmasdan mana shunday ro'mollardan olganingiz yaxshi. Iloji boricha boshingizga gorchichniy rang ro'mol o'ramang, sariq rangli ro'mol o'ramang, jigar rangli ro'mol o'ramang va qop-qora ro'mol o'ramaganingiz yaxshi. Qish mavsumida biz baribir to'qroq ranglarga murojaat qilamiz va mana bunaqa to'qroq, tam yarki kontrastda mana ivory bilan ko'k. Mana shunaqa ro'mollar qish mavsumida mos keladi, lekin yozda mos kelmaydi, bahorda mos kelmaydi. Mana kuz, qish mavsumida globokiy to'qroq ranglarni o'raymiz, kiyamiz, kiyimda ham. Bahor, yozda och pastelniy ranglarga murojaat qilamiz. Shuning uchun men o'ylayman, mana bunaqa rangli ro'mollar ham qish mavsumida yoki o'sha hozirgi kuz mavsumimizda juda ham aktual.